Assalomu alaykum qadrdonlar. Endi tekinga like bosmas ekanmiz. Demak, reklama qilishyapti-yu, uyda o'tirib pul topishingiz mumkin. Endi to'g'ri, uyda o'tirib ayollar do'p tikadi, kashta. Chevar ayollar uyda o'tirib pul topadi. Ko'pat o'sha, shunga o'xshash ishlarni qilib pul topishadi. Erkaklar asosan tashqarida, uydan tashqarida o'tirib ishlab pul topadi. Hamma tan joni sog' bo'lsin. Endi hamma narsani pulga pichib arzimagan 2 dona ekranni bosib qo'ysiz, like bino bo'lib qoladigan bo'lsa, nima bo'pti ijtimoiy qilmaydi, zarari yo'q. 2 marta ekranga urib qo'ysa, hech nima o'zgarib qolmaydi. Ayniqsa auditoriya deymizmi, podpischisi ko'pmi, obunachisi ko'plar bor-ku. Eji yurib, Ramazon aytganga o'xshab kanalimizga obuna bo'ling, podpiska tashing, izohlarda, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildiring deb odam ko'paytirib, endi ba'zi odam boshqalar podpisatsiyami faqat tashasa, qabul ham qilishmas ekan, qaytarishmas ekan ham, faqat videoda qo'yib daromad qilib yurishaverar ekan. Nima bo'pti, bosib qo'ysa 2 dona ekranga urib, puli bo'yi chiqib qolgan bitta videoda zarari yo'q-ku. Qolganlarga manfaatli bo'lib qoladi, xursand bo'ladi, palonchi menga like bosibdi deydi. Qandaydir ayniqsa taniqli odamlar, ekranda yuradigan san'atkorlar bor, qo'shiqchilar bor. Umuman ekranda taniqli odamlar, oylar bormi? Elda nazarga tushgan odamlar bir oshxonaga kirib qoladi, marojniy yeb qoladi, ayron ichib qoladi. Qayerga borishda qat'iy nazar, suluchayni borib qolsa, yoqdimisa, bu teskari qarab reklama, bepul reklama qilib bermayman, ketib bormasdan, omadingni bersin, uka, opa, singlim, kim bo'lsa ham, zo'r joy ekan, maza qildik deb, rizqimiz bor ekan, yeb ichib ketyapmiz deb qo'ysa ham bo'laveradi-da, albatta ko'ryapmiz. Endi ataylab o'sha reklamachini olib kelsa, hech pul berishdan qat'iy 100 so'm beradimi, 1000 so'mmi, 1000 dollarmi, qizig'i yo'q, katta pullarga ham reklama qildirishadi, 100 dollarga ham. U reklamachilar boshqa, suluchayni, avtoritetni, shunaqa odamni podpischilari ko'p odamlar tepqolishsa, maqtab qo'yaveringlar. Boshqalar videosi 2 dona ekranga bosib qo'yaverlar, zarari yo'q, pul ketmaydi. Nari odam ham manfaatli bo'lib qoladi. Endi hamma yo'lda pul yeb, shu oqibatda ham yurak urib, oqibatda ham olovchaga aylantirib olmanglar endi hamma narsalarni. Ijtimoiy qilmaydi. Reklamalar endi men bilmayman. Bir kichkinagina kanalimiz bor edi, Xudoga ming qatna shukr, bepul borib, yarim soat vaqtni ajratib, bir tomorqani bitta katta joyda reklama qilib berdim, ikkita odamga tashirdim. Ikkovlari kelishib 100 ming dollarga bor baraka bo'lib, oldi sotdi bo'ldi. Hali joyga 100 ming, ya'ni 100 ming rasxod qilib, teplitsa qilishdi. Yerda hozir 10-15 ta odam har kun ishlaydi. Allohga shukr, hissamiz qo'shilganiga 2-3 ta odam bo'lib, borib ko'rdik. Joy yoqdi, sotuvchiga ham, oluvchiga ham yoqdi. Maqsad bu reklamani bepul qilinglar, bas. Deganimki, arzimagan narsaga manfaatli bo'lib qoladi. O'sha like bossa, bosib qo'yaveringlar. Hamma yo'qda pulga pichavermaslik kerak-da, oqibatda. Ko'ryapsizlar, yaqin sharqda deyapti, like tugur oyog'ini ham bosolmayapti yerga. Oyoq qo'ygani ham iloji bo'lmayapti. O'shaning uchun hamma yo'q mana kommunal to'lovlari ham narxlari, kubalari pasayib ketdi, like bosib o'rganimizdan. Kubalari, nima deydi, limitlarimiz sal pasayib qoldi, Xudoga shukr. O'sha uchun hamma narsani pulga pichavermaslik kerak. Oqibat xolos, oqibat bo'lsa hammasi chotki ketaveradi. Hamma narsani pulga pichaversa, hamma yo'q pul bo'lib ketadi. Oxiri so'rash ham pul bo'lib ketadi. Qo'ni-qo'shni bilan salomalik qilish ham pulga aylanib qoladi. O'shaning uchun ora-orada ekranga bosib yuboringlar boshqalarga. Menga eshitma kerak bas. Uyda o'tirib olib like bekorga bosmang, like bosib nima qiladi? Bekorda bosib yuboringlar, yurak chalardimi, olov chalardi, qizig'i yo'q, hech nima o'zgarmaydi. Ayniqsa sportchilarimizni maqtanglar. Faqat olg'a, period, polvon bolari gazini bosinglar, g'ururlanib biz uchun chiqib jang qiladi-da. O'zbekiston bayrog'ini osmonga ko'taradi. Futbolistlar bormi, boshqasi bormi? Faqat negativ, jibban joyini ko'ravermasdan videoda. Katta joyda ozgina kirni ko'radigan kir nimalar ham bor-da endi. Shuncha tabiatda go'zal joyi turib, tualet qayerda, qayerga borib yozilasizlar degan videolarni ham ko'rdik. Bir Ramazonda bir do'stimizni farzandi qori bo'lib Andijonga boruvdik. Xatmonani oxirgi kuni farzandlarining orqasidan bordik-da, do'stimizni farzandi imom bo'lib xatmoni kun tugatilgan kuni ota-onasiga, otalariga
prezident tomonidan 10 milliondan pul berildi. Cho'pon do'ppi kiydirishda masjid xodimlari ehsonlar Alloh dargohida qabul qilsin. O'sha yerda qarsak chovorishdi odamlar. Qarsak chovorishdim, o'sha videoni mahallamda bir kanalga, gruppaga, Telegram gruppaga tashlasam, tuppa-tuzuk kallasi katta odam ekanda endi. Masjidda qarsak cholsa bo'laveradimi deydi. Qarsakni ko'rganingizni qarang. Shuncha epizod turib qarsakni topdingizmi dedim. Bu negativga ham arzimaydigan fikrda bu. To'g'ri, masjidda qarsak cholib bo'lmas, lekin boshqalarini ko'rsa bo'lardi-yu, hofizi Qur'onni ko'rmayapti-da. O'sha odamni qarsak cholganini ko'ryapti. Oqtarsiz o'shunday ketaveradi. Faqat yaxshi tomonga realni qaraverish kerak.